Hikoya Do'zaxda qushlar sayramdi. Abduri Habibulla Ablimit. Ruh ajili bilan o'lmaydi. Uning cho'qim bir qotili bordir. Xotiramdan. Bu yil Ramazon yoz oylarining o'ttirsig'i to'g'ri kelgan edi. Buvay oqshom o'zi tayyorlab qo'ygan zo'liqini yeb bo'lib duo qildi. Allohim, sening uchun ro'za tutdik va sen bergan ne'matlardan g'izolandik. Sana 100 ming qat shukrlar bo'lsin. Sen farzandlarimga isil fazilat, aql farosat, bilim va jasorat ato qilgin. Bo'libmi, aşı atalmış tərbiyələş lagirdiki 2 oğlumni aman qılğın. Ularni ailesi bilan ko'rishishga muyassar qilgin. Bu orqali ustimdiki qatma-qat yuklardan, ruhiy azoblardan qutuldirgin. Mening bu oddiy kallamdiki chegish tugillarni yeyishga nasib qilgin. Eng yaxshisi, sen meni bu azoblardan qutuldirish uchun oladigan omonatingni tezroq elib, ashu meningdan burun yeningga ketgan balalarning onasi, 2 dunyolik beg'uborim bilan ko'rishishga niyoz ayla. Yetar bu 77 yillik umr manga. Ey ulug' Allah, men hayotimda qalbimni o'qdak qilg'icha qaddim yodak egildi. Ruhim sunib, quzg'undak qora chochlarim oqqudek oqardi. Sen bizning ojizligimizni bilasan. Shunga mushkulotimizni, muhtojligimizni sangala ochimiz. Bizni muhtojlikdan qutuldirgin. O'zining bir ishga yaramaydiganligini his qilish, davomli ta'qib ostida yashash inson uchun bakmi ig'ir zulm ekan. Men bir ko'p toatsiz qulingman. Mening gunohlarim nurg'un. Ey qadrdonim, o'z fazilating bilan meni kechirgin. Barliq mu'minlarga yor yo'lak bo'lgin. Bu bevafo dunyoning ishlarini bizga oson qilgin. Ey ulug' Allah, yana takrorlayman. Ashu 2 o'g'limni ashu do'zaxdan qutuldirgin. Meni oxiratda xotirjam yetishga nasib qilgin. Amin. Buvay uzoq sukunat ichida o'ltirdi. Tafakkur xiyollari allaqayoqlarga uchib ketgan edi. 13 yosh chog'larda 2 singlisi bilan yetim qolgan edi. Onasi yoshla vafot bo'lgandan keyin orqadan dadisi Qodir Mahsum turmaga kirib ketgan. Bu 3 narisida buvayning qo'lida qolgan edi. Aradan uzoq o'tmay buvusimi bu olamdan o'tdi. Bala kichikla oti kasb to'mirchilikni o'rganib, 2 singlisini boqdi ham o'qitdi. Hatto ularni ta oliy maktabgacha o'qitib, o'z qo'li bilan turmushlik qildi. O'zimi uy ochoqliq bo'lib, 4 o'g'il, 1 qizning otasi bo'ldi. Bulardan bir o'g'li bilan qizi oliy ma'lumotliq, 2si qo'l hunarvan, birsi savdogar edi. Bularning hammasini al qatori uy ochoqliqmi qilgan edi. Nima degan bilan buvay bilan momay xeyli xotirjam edi. Ammo momay bultur buvayni tashlab bu olamdan tinsiz ko'chib ketdi. Buvayning yuragiga hasrat tikanlari sanchilgan edi. Buni ozdab 2 oy burun 2 o'g'lining bir kechada tutilib, ashu
baş uçini bilgili bolmaydigan lagerga solnishi buvayga bakmı ig'ir keldi. Buvayning ustidagi g'uva ko'rinib turgan quyoshning yuzini qora bulutlar biraqla to'rib oldi. Odatda xeyli timan ko'rinadigan buvayning ko'zlari o'ltirishib, qanshaliq burni qingroqqa o'xshab qolgan. Ikki qo'ziqi ichiga kirib, engaklari uzrab qolgandek bilinadi. Ichi intayin kuchli buvay biraqla ümidsizlikka asir bo'lib, sukunat ilkida qolgan edi. Buvay tushkunlik ichida ruhning o'zligidan his qilib, mo'miyining qishig'a tezroq ketishini o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Buvay bu hayotga nafrat bilan qaraydi. U o'z-o'zidan o'kinadi. Ich-ichidan azoblanadi. Bu azoblanish bara-bara kuchayib, umid yaproqlari solishishga boshladi. Ichidagi istaksizlik va ruhsizlik ko'paydi. Bu ruhsizlik qorong'u bir pardaning ustiga tushgan qo'rqinchli soya, bara-bara xuddi qorong'ulik ichida o'ltirgan bir shaytonning shaklidek ko'ziga ko'rindi. Buvay o'zini qochirdi. Hamma narsadan yiroqlashdi. Uning uchun eng mukammallik, eng ko'p yolg'iz qolmoq edi. Xalqlarning so'ziga quloq solmaydi. O'zini o'qib tashlab etgan, shamolda uchib yurgan keraksiz gez parchalarda ko'radi. Ba'zida buvay uchun zamon va makon joyida midirlamay turib qolgandek bilinadi. Uyning qorong'u bir buling'iga cho'kib ketadi. Ichidagi ro'yi azob bir qora bulut bo'lib, atrofini o'rib oladi. Yo'llarda yolg'iz mangadi. Atrofiga hech qaramay, yerdan beshini ko'tarmaydi. Xuddi u dunyoni ko'rmasa, dunyo uni ko'rmaydigandek qilib ketadi. Taqdirning ochiq, rayimsiz bu chaqchiqidan tengirqidi, hasratlendi. Jahon qorong'ulashib, quyosh pastlab ketgandekla tuyuladigan bo'lib qolgan edi. Ammo quyoshdan nasibasini olmaydigan meva bo'lmaganidek, buvaymo muqaddas dinimizdan o'z nasibasini oladi. Uni oyoqda tutgan, ana ashu kechillar qilgan duolar edi. Bugunmi ashu duodan keyin sal o'zini rahat his qildi. Sukunat bosgan qorong'ulik ichida o'zining muqaddas bir borliq ekanligini his qildi. Buvay bomdod namozdan keyin necha vaqtdan beri ko'ngliga pukib yurgan, o'zi uchun eng mo'yin bo'lgan ishni qilish uchun darvozadan talog'i asta chiqdi. Mahalla masjidida azonning ovozi anglanmaganidek, yiroqlardan xo'rozning 3 qatim chillashlari-mi, atrofdagi dal-daraxtlarning shoxlari orasidagi qushlarning vichirlashlari-mi, visol lazzatidan biyush bo'lib, xandan urgan bulbulning yiqimliq sayrashlari-mi quloqqa anglanmaydi. Ko'chada o'zining oyoq tevishidan boshqa hech qanday bir shapi yo'q edi. Buvay o'tdil qatnash bekitiga qarab yo'l oldi. Buvay birinchi qatimliq avtobus bilanla shaharning 20 kilometr sirtidagi Bo'z degan yeziga bormoqchi edi. Bu safardan o'zidan boshqa hech kimning xabari yo'q edi. Hatto bir qo'roda o'ltiradigan cho'ng o'g'li, kuyimchan kelini va 2 navrisimi bu ishning shapisini tuymagan edi. Buvay Turan mahallasidan o'tib, udullab mengib, Xanzu bozorining orqasidagi maxsus Bo'z yezisiga qatnaydigan bekatga yetib keldi. Bekatda ancha ko'p odam yo'q edi. Faqat birinchi qatimliq avtobusning to'lishini saqlayotgan ozg'ina yo'lovchilar
Qandaqdı bir xil təxirsizlik bilan avtobusning ichida texi uyqudan to'liq sagib bo'lolmagan kallalarda allaqanday xiyollarni qilib o'ltirishatdi. Mana mushu yo'lovchilar ichida buvaymo orqa tarafdagi o'rindiqning so'l darajasi yenidan o'rin oldi. Shu asnoda buvayning yeniga kishining zo'qi kelgidek darajada chiroyli bir yosh cho'kan bir bovoqni tutgan holda kelib o'ltirdi. Әмді avtobusning ichidagi o'rindiqlarning hammasi yo'lovchilar bilan to'lgan edi. Avtobus qiblaning qarshisidagi bo'z yezisiga qarab yo'lga chiqdi. Avtobus azroq mangandan keyinla Qardong mahallasiga yetib keldi. Ana Qardongning do'nglikida cheksiz so'zilib yotgan egiz past gumbazlar bilan to'lgan qabristonliq ufuq qo'ynida qon chechivatgandek qizargan edi. Yo'l yoqsidagi tinimsiz eqivatgan eriq suyida qon rangda jimirlaydi. Mana obdan qarang, musulmonlar qabristonligi ikki tarafdan kundan kunga qistab kelavatgan Xitoy zaratgarligining orasida qolgan edi. Ikki tarafdagi egiz gumbazlar musulmonlarni qo'rshib olib, ularning qinini to'kishga hozirlanib, qilich yalang'ashlagan, tumanlagan jallodlardek surilib ko'rinadi. Buvay avtobusning darisidan sirtdagi ana ashu ko'ngilsiz manzarlarga qarab, o'zining oxiratligi uchun qandaqdir bir planlarni tuzatdi. O'ng'il-do'ng'il yo'lda ig'anglab ketayotgan avtobus har jalaqlaganda buvayning xiyollari buzilib ketganmi va yoki bir yerlari og'irdimi, qandoq chiroylari purilishib ketadi. Ondan o'zini o'ngshab yenidagi yosh cho'kanga ta'sir yetkazib qo'ymaslik uchun asta ikki yoqqa midirlab mukchaygan gavdasini ruslab oladi. Yosh cho'kan bo'lsa quchqida nepiz yo'gak ichida dunyodan xabarsiz sabiy ko'zlarini ching yumib uxlayotgan bovoqqa to'ymay qaraydi. Tong quyoshining tunji nurlari bilan so'yishgan tog' lalsida qizargan yumron mag'zini helidan heliga so'yib, yedlab o'zining faqat onalarla his qila oladigan farzand ko'rgandan keyingi cheksiz xushalligini, baxtiyorlik ilkidagi his tuyg'ularini avtobus ichida har kallida, har xiyol bilan jimjit o'ltirgan yo'lovchilarga maqtinib, ko'z-ko'z qilayotgandek qiladi. Avtobus yo'l olmoqda. Buvay yana xiyolni davom qilmoqda. Buvay umr bo'yi temirchilik qilib, halol mehnati bilan o'z oilasini boqqan edi. O'z umrida hech bir rohatning xo'rligini ko'rmagan edi. Faqat va faqatla o'ylaydigini o'zining balchaqilarining baxtili edi. Buvay bu hayotni faqat temir so'qish deb biladi. Shunga u hozir o'zining butun hayotini xuloslamoqchi, tushunmoqchi bo'lgandek o'tmishning qisqa bir kartinasini ko'zidan chaqmoq tezligida o'tkazdi. Ajdodlarimiz uzoq o'tmishlarda temirchilikdan iborat bu hunarni o'ziga ulug' bir kasb qilib tanlagan. Ardanigandak yerlarda temir tavlab, qilich zulfiqarlarni so'qib, mushu qurollar bilan dushman ustidan g'olib kelib, tog' davollar eshib, jahonga tug' tiklagan ekan. Shunga ko'nalar bir talmiq yaxshi tavlanib so'qilmasa, bir tal taqini nobud qiladi. Bir tal taqa nobud bo'lsa, bir ot nobud bo'ladi. Bir ot nobud bo'lsa, bir qo'mondan nobud bo'ladi. Bir qo'mondan nobud bo'lsa, bir qo'shin nobud bo'ladi. Bir qo'shin nobud bo'lsa,
bir davlat yiqiladi degan ekan. Tömürçilik degan bu hunar ko'rinishi qo'pol, oddiy ko'ringani bilan amaliyotda shunchalik zil bir kasb. Agar siz butun ro'yingiz bilan to'mirni tovlamasangiz, ko'ngil qo'yib sug'armasangiz, to'mir yo yumshoq, yo churuk bo'lib qilib ishga yaramaydi. Shunga yaxshi tovlangan to'mirning o'zi odamning ro'yi bilan birlashib ketgan. Mana bugungi kunga kelganda to'mirchilikdan iborat bu hunarni kishilar haqir ko'radigan bo'ldi. Uning o'rniga zinnatchilikni, bo'yoqchilikni o'rganadigan bo'lib ketdi. Shunga xalqimizning to'mirdak ruhi kundan kunga yo'qab, shakliga ahamiyat berib, mohiyatdan chetnab ketyotdi. Uning ustiga to'mirni sug'urish uchun suvningmi, havaningmi, hatto yaxshiroq rudiningmi tayini qolmadi. Shunga bu dunyodan mushu putqulimning mag'duri ba, kallamning joyida chig'idila tinsiz ketib olsam bak yaxshi bo'ladi. Hey, bugun ta'lim o'ngdan kelib, ashu o'zimning yerlik ishini bir hal qilib olgan bo'lsam, mushu qog'jirab ketgan do'nglikda yetishdan qutulgan bo'latdim. Hey, texi yenimga momiyimni yetkib olsam, ajabmi yaxshi bo'lgan bo'ladi. Anglashlarga qaraganda bu do'nglikni hukumat yo'q qilg'idak degan mish-mish paranglar bor texi. O'liklarga yerlik yetishmaganlikdan jasadlarni u yoqdan ko'mib, tuproq beshining to'pisi qurmay turiblar, so'rab ap chiqib, allaqayoqlarga jimiq turib etib, o'rniga boshqasini ko'madi ekan. Shunga bovay yezidagi ashu oq ko'ngil haromdan xoli bir umrni o'tkazgan mehnatkash dehqonlar bilan birga yetish uchun o'ziga yerlik izlab bu safarga atlangan emasmi? Hayot musofisining davom do'lqinlarini aslab chiqqan bovayning yuragi pig'onliq edi. Bovay umidsizlik ilkida o'zining xiyol dunyosi ichiga g'arq bo'lib, atrofdagi bu reallikni do'zaxdek his qiladi. Darizdan kirayotgan g'urg'ur issiq shamol birdilla kuchayib ketdi. U yelin ko'ynakining tugmallarining ustidagi ikkisini ichib, tomirlari qapirib chiqqan go'shtsiz qo'llari bilan o'zini yelpigach, yiroq-yiroqlarga nazar tashlaydi. Xuddi kelgusi taqdirini oldin bilib olmoqchi bo'lganidek, shu topda uning vujudi atda o'gin ichida beshiga keladigan u o'limni o'ylayotadi. O'lim qo'rqinchli bir hodisa bo'lsa-mu, buvay bu o'limni tashnalik bilan orzu qilyotadi. Buvay yo'l yoqsidagi qurib ketgan o'stanga nazar ko'zni og'dirdi. Ichida mening bu butun umrim ashu oq o'stanga o'xshaydi. Yoshlik chog'larim bo'lsa, bu oq o'stangning ayni chog'lardagi ulg'ayib ketgan, yasab, hayva ko'rsatgan, ulg'aygan iqillari bilan qog'jirgan zaminni sug'urib, Allohning mo'jizalari bo'lmish, barcha mavjudotlarga hayotlik beg'ishlagan zamonliga o'xshaydi. Hozirgi chog'larim bo'lsa, suyi tortilib, qurib ketgan mavjudotlarni sug'urish u yoqda tursin, qirg'oqlardagi giyolarning tashnaligini qondira olmas bo'lib qolgan mushu qog'jirgan holiga o'xshaydi degan o'ylar bilan avtobusning yeziga kelib qolganini tuymagan edi. Yiroqdan qaragan kishiga bu yeza xuddi ko'ygandek ko'rinadi. Oq qor bilan purkangan Dilmok tog'larining sovuq havosi bu do'nglikka faqatla ta'sirini ko'rsatolmagan edi. Quyosh barliq nurlarni faqat mushu bo'z yezsig'li chechiyotgandek tuyg'u beradi. Xuddi
bir dal çoğ taşlısıla pütkül yezığa gürrüde ot ketadiğandaq qiladi. Chidag'isiz tinchiq havo sirtqa chiqqan kishining demini siqadi. Xuddi dabxuni etib o'tilgan to'nirdak ham dimiq, ham haroratlik edi. Yezi yo'llari odamsiz sukunat ichida qolgan edi. Yoz quyoshining taptidan butun yezi aholisi o'zlarini soyiga, daldiga ilishgan edi. Uning ustiga mushu kunlarda kundan kunga ko'payayotgan siyosiy o'g'inish, tarbiyalash lageriga akirib ketish natijasida yezida dehqonchilik qiladigan tuzukroq emgak kuchimi qolmagan edi. Shunga pishib may bog'lab sapqidan uzilib ketgan chilgilar etizliqlarda yig'indisiz qolgan edi. Ko'chada chilgining hididan boshqa bir shap yo'q bo'lib, qaramoqqa kishiga allaqandoq bir vahima, tashvish, xotirjamsizlikdan bishorat beradi. Bovay mushu odamsiz ko'chalardan mengib, ming tasdiqda mahallaning qeri imomining uyini topdi. Bovay ko'k sirlari ko'nirab o'ngan, taxtaylari qog'jirab ketgan, bir qanoti yepiqliq, yana bir qanoti qiyo ichilgan darvoza oldiga kelib, ko'ynaklarining ichilib ketgan tugmalarini etib, o'ngib ketgan beg'irrang duxov do'ppisini tuzashtirgandan keyin qo'rog'a asta qadam besib kirib, "Assalomu alaykum" dedi. Bu ushtumti chiqqan ovoz chas soqollari kumushdak oqirib ketgan, oppoq nepiz paxtaraqdan tambal ko'nglak kiyib, qo'radiki uzum barang'ining ostiga qo'yilgan ko'ni yog'och karvatning ustiga silingan, tikimatda yonboshlab yotgan, ko'zini yerim yumg'inicha allaqanday xiyollarga g'arq bo'lgan mahalla masjidining imomini cho'chitib o'tgan edi. Qaramoqqa imomning salomatligi toza yaxshi emasdak, uruq, mag'dursiz vujudini g'am tog'lari besib olgandek qiladi. Chunki u o'zining mag'dursiz gavdisini aran ko'tirib, bu notunish bovayning salimiga aralla "Va alaykum assalom" deb bo'sh ovozda javob qaytargan edi. Ha, rost, agar salomatligi ozroqli yaxshi bo'lgan bo'lsa edi, imomni bu yerdan hargiz topolmagan, xabarini cho'qim yig'ib olish lagerdan olgan bo'ladi-da. Yerib, ussab, mag'durdan ketgan bovay imomni ko'ribla yengidan uchishni o'rgangan qush bolasi o'zini qadrdon daraxt shexiga tashlagandek imomning qo'yniga o'zini tashlab quchoqlashib ko'rishib ketdi. Bovay hol ahvollashib ozroq demini ilib olgandan keyin o'zining kelish sababini aytmoqchi bo'lib, beshini tavazu bilan ozroq egib, ovozini asta qilib so'zini bayon qildi. Bu g'aribona dargohlariga qadam keltirishimdagi muddaim shuki, bundan 1 yil muqaddam dunyoda men uchun eng suyimlik bo'lgan dilxonamning nurliq chirig'i, xasta dilimning shodlig'i bo'lmish kuyimchan rafiqam bu olamdan o'tdi. Buni ozdab yana 2 oy burun 2 o'g'limni soqchilar bir kechadala tutib ketdi. Biz nima xatolik o'tkazdik va nima uchun turmushning kechirgisiz jazosiga yo'liqimiz? Biz uchun judolikdan boshqasining hammasi baxt edi-ku. İnsan ayığı tegmagan cho'lmi, odamsiz bir xilvat yezimi bizga yetgudak xushalliq, harorat, baxt ato qilgan bo'ladi. Biz nemishqa hayot kechirishning mushu eng tuvan talabiga erisholmaymiz? Biz hayotning qonuniyatlariga xiloflik qilmagan edik-ku. O'zimizning halol mehnati bilan halol yashab o'tgan
oddiy bir insonlar edik-ku. Әмді маңа үміт арзу, хәтта bu hayatmı yat. Mən bu hayat bilən әң axırqı qətim xoşlaşıvatqan naümid işçidiki adamman. Mən yaqında u dunyoga safar qilaman. Mening dardlik bu ko'nglimga o'lim purg'i kelib turibdi. Shunga silning yollarga mushu xilvat yezidan mening mushu jonsiz tenim uchun bir kishilik yerlik so'rab keldim, deb osmonga nursiz ko'zlarini tikdi. Osmon xuddi kir suyini chechivatgan aynakdek xira ko'rimsiz edi. Qizg'uch parcha bulutlar ostida qarg'ochidan sal cho'ng natunish bir to'p qora qushlar nayti sat bir vayimlik ovoz bilan vaqirab sho'ngishmoqda. Mana bu qushlar aslida mushu yezidagi hasharotlarni o'ltirimiz deb ichkir o'lkalardan akelgan qushlar edi. Bu sat ovoz chiqardigan ko'rimsiz qarqush barliq ziyonliq ham foydali hasharotlarning hammasini yeb bo'lib, amdilikda bulbulning qushqashlarning uvullariga bostirib kirib, ularning tuxumlarini cheqib ichadi. Mana bu sababdan bu yezida hatto atrofdagi noilarda ya bulbulning yiqimliq sayrashlarini yoki qushlarning top bo'lib vichirlashlarini anglag'ili bo'lmaydi. Bu qora qush shunchalik tez ko'paygan ediki, butun yezi qishloqning ustida vaqirab, jaqirab, odamning nervisiga tekkanni ozdab, ashu azaldan mushu zaminni o'ziga makon tutgan yerlik qushlarning naslini qurtib edi. Hatto tonur beshida non yiqiyotgan xonim qizlarning qo'lidagi qip-qizil qizirib pishgan hilali tonurdan qo'mirilgan issiq to'qashlarni bulayman deb shunchalik sat bir ovoz bilan chiqirab kelib, ularga hujum qilib oromchilik bermayotdi. Yerda hamma yerga echilgan yig'ilish lagerining zulmi hukm surayotgan bo'lsa, ko'kda oshu qora qushning vahimlik tahdidi yezi dehqonlarining yuragini mujib bo'lgan edi. Mana bu xilvat yezida oshu qora qushning vaqirashlaridan boshqa qushlarning yiqimliq ovozini anglag'ili bo'lmaydi. Tabiatda har shayning o'zgarmas bir nizom va tartibi bo'lsa-mu, ammo bu makonda hamma nizom va tartiblar ostin-ustin bo'lib ketyapti. Yer turmoq, hatto pokiz osmonmi ashu qora qushlar bilan vahim ichida qolgan edi. Yezi imomi shahardan chiqqan bovayning hol-dotlarini anglab, qarindoshlik tuyg'ulari g'olib kelgan holda so'zini oyat bilan mundoq boshladi. Qalu inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Ya'ni biz albatta Allohning igdorchiligidamiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz degan oyatning hukmi bilan ziyoda qayg'urib ketmaymiz. Har vaqt o'zimizni o'limga hozirlab, ko'nglimizni xo'shal-xo'ram tutishga tirishib keldik. O'limga alakmullah demay na chora? Shunga men sizlarga yezimizdagi bu zaratgohlikdan bir kishilik yerlikni hal qilib beray. Buningdan zinhor gumon qilmislar. Bu so'zlarni anglagan bovayning ko'ziga mo'lladi yosh keldi. To'mirlarda olamchi bir xo'shallik qiyom yasidi. Bog'idan to'kilib ketgan yupurmoqlar qaytadan yalang'ochlangan shoxlarga qo'ndi. To'zigan gullar qaytadan g'unchilab barq urdi. Bu do'zaxda sayramagan navokash qushlarning ovozi allaqayoqlardan uni tabriklab yiqimliq sayridi. Ular yana azroq o'z dard ahvollarini aytishib,
paranglashqandan keyin bovay mengishqa taraddud qildi. İmam özünün aciz gavdisini sal oldiga egib, bandining taqdiri yigona qudrat egasi bo'lgan Allohning ilkida. Banda taqdirga putilganni ko'rmaslikka iloji yo'q. Hamma ishni Allohning ilkiga qo'ydik. Kim biladi, kunlarning birida ol qudrat va shafoat egasining mo'jizasi bilan bizning kelgusi farzandlarimiz erkin ozoda, o'z ishiga o'zi xo'ja bo'ladigan, o'zining davlatida yashashga nisb bo'lamdi texi, dedi. İlohim, aytqanlar kelgay, amin, dedi bovay ishchining cho'nqur yeridan chiqqan bir samimiylik bilan. Ondan ulapla, silning mehr shafqatlarining iltifoti bilan yerlikkimi ega bo'ldim. Әмді өлсәмі арманым yo'q, deb memnunluq bilan beshini egib xo'shlashdi. Mana bugun bu ishlarning bo'lganiga bir oy bo'lgan edi. Ya'ni bugun 8-oyning 1-kuni edi. 2 kundan beri to'xtamay yoqqan yomg'irda yuyinib boshqacha go'zallashib ketgan bo'zning bu zaratkorligiga atdigandan beri sho'x qizlardek oppoq bulutlar bilan mo'ki-mo'kilang o'ynayotgan quyoshning jamolidan to'kilgan oltin nurlar yana boshqacha jazba ato qildi. Yovu gullarning nozik barglaridagi yomg'ir tomchilari quyoshning nurida xuddi tumanlagan yoqutlardek julalaydi. Tivilg'a, yovu kandir, çoğluq və allaqandaq ösümlüklərinin xuşidi, nəm tupraqның asta-asta örlügən harartı bilən birləşib dimaqqa urulatdı. Uvularga bekinib algan barlıq canlıqlar quyosh bilan tang sirtqa chiqqan edi. Osmonda quyoshning jamolini, ziminga takshi chechilayotgan oltin nurlarini to'sib olishga qodir bo'la olmagan parcha-parcha oppoq bulutlar üzüp yürətdi. Bugün qandaqdı qara qushning yiqimsiz vaqiraşlarımı anglanmaydı. Bir tüp sögətning yenidagi qubba shaklda dövləngan nam to'ppa ostida bovay uzunub xotirjam yotgan edi. Quyosh bovay bilan xo'shlashdi. Uning nurlari sögət tallardagi yeşil yapraqlarning mangzini o'ynab, bovayning tuproq beshiga yangicha zinnat berdi. Bo'zning zaratkorligi kechqurun Delmuk tog'laridan kelgan salqin shamol bilan pichirlashishga boshlaganda, bovayning qabrisidagi mezilik purab turadigan nam tuproqning ustiga bir qush kelib qo'ndi. Qush shunchalik mo'ngluq sayridi. Bu dünya azobidan qutulib, u dunyoga o'ntinsiz ketgan bovayga qush o'z holini bayon qilmoqda edi. Nam tuproqdan ko'tarilgan hur qushning xumor ko'zlaridan chiqqan pig'onliq yoshlar bilan qo'shilib, ko'kish bir tuman hosil qildi-da, qushning rangli qanot quyruqlarini yalab o'tib, mung zori bilan billa bepoyon ko'kka ko'tarildi. 2018 yil 7-oyning 21-kuni Germaniya